Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bugun biz o'sha Oltiariq tumani Eskariq qishlog'iga bir ukamizga Korona F1 navli urug'ini bergan edik. Bu o'sha urug'imiz 4-5 yildan beri mashhur bo'lib ketgan urug'larimizdan biri. Hosilga kirib uzishyapti ekan, bir kelib video qilib keting deyishdi. Shunga keldik. Arabi tuzimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Dehqonchilarga Alloh barakasini bersin. Zo'r o'tdi. Umrlaringga baraka bersin. Necha yildan beri ekansiz buni navimizni? Bu navimizni asosan men Rembo ekanman. Bir yil sinagani bu issiqxonamizga oldik. Birinchi yillik sinashimiz. Ko'nglimiz to'ldi mana, Xudoga shukr. Hosillar juda chiroyli. Hosillarni ko'ring mana. Kecha terim qilib olganmiz. Bir kunda mana yana shu holda. Mana. Ichkarilar ham Xudo xolasa shunaqa. Mana bemalol ko'raverasizlar. Mana hurmatli dehqonlar, mana hamma tupida mana shunaqa. Ko'pchilik kommentariyalarda shu dehqon o'zi hosillarni bir ko'rsatsin dedi-da. Misol uchun biz hali dabdurust kelib qolishimiz ehtimoli ham bor. Shuning uchun biz hali bir kommentariya yozishyapti, hosil ekan-ekan yo telefon qilishib hosil ekan-ekan deyishyapti. Biz undaqa hali bitta ariqni uzmay turing, syomka qilib olaylik demaymiz-da dehqonga. Misol uchun aylanib ko'rsam yo'qlar. Keylar deganda boramiz, o'sha syomka qilib borini chiqaramiz biz. Buni o'sha Samarqand voha tomonlar ham bilishadi bu navimizni asosan. O'sha tomonlar juda ko'p ekadi. O'sha hosildorligi bilan va kasallikka o'sha chidamliligi bilan ajralib turuvchi Korona F1 navimiz. Arabi nima deysiz endi shu maslahat berasiz shu dehqonlarimizga, urug'larimizga? Avvalambor sizlarga rahmat. O'shanda sal puli yengilroq urug' tavsiya qiling. Lekin hosili uyaltirmasin deganimda tavsiya qilingan. Endi bahorali uzildi paytida o'shanaqa bo'lib qoldi. Aytgansizda, misol uchun hali ichi bag'im nimalar, bo'lmasa mana uni urug'dek ko'ring. Bu ham o'sha 600-700 minglik urug'larni balans beraveradi. Balans beryapti, Xudo xolasa deganmiz va olib ekkansiz mana Xudo xolasa. Kasallik mana ko'ryapsiz, kasallik yo'q. Xudo xolasa sog'lom. Ataplinaga Rembo ekkan. Ataplinaga Rembo ekkanmiz, lekin bu yerda emas, bu tomorqa. Hali bo'ldi o'sha Rembonamiz. Rembo Xudoga shukr zo'r. Zo'rmi Rembo ham? 30 kunda Remboni ham qish kunida yetiltirdik. Hozir 35 marta terdik. Erta navlardan biri. Bu ham erta pishgan. Nechta ko'chat ekilgan mana shu issiqxonangizga? Hozir aniq soni bilmadim, 1,5 mingtaga boradi. 1,5 mingtaga boradi. Necha marta uzdingiz? 13 marta. Cherez uziladi. Necha kunda uzildi? 32 kun yo 33 kun. Hosilga kirdi. Orada hali sovuq bo'lib qoldi-ku. Bo'lmasam 25 kunda ham yetiltiradi. O'sha 11-12 mart kunlari orada sovuq bo'lib qoldi. Havo pasayib ketgan hisobiga cho'zilib qoldi. Isitish sistema yo'q bu yerda. Termiz qilmagansiz, endi tabaga qilib ekkan sovib ketib, 30 kun, 31 kun, 32 kunda pishdi. Necha kilodan uzishni boshlab va hozirgi kunda necha kilo uzyapsiz? Bu hozir hali massaga kelgan yo'q. Boshida yengil 25 kilo 30 kilo kapiolli Tbilisiga qo'shib buni terib olganmiz. Keyin endi bundan bari alohida bir kun buni teryapmiz, iloji yo'q. Kecha 200 kilo terilgan chetdan. Kecha. O'sha 1,5 mingta ko'chatda. Kecha 1,5 mingtadan 200 kilo terilgan. 13-uzumizdan 200 kilo terdik. Xudo xolasa ertaga bir 300 kilo mo'ljallab turibmiz. O'zi bilinib turibdi, hosil biz endi nimaga dehqonlarimizga u bosh ko'rsatib nima qilib vaqtimiz cho'zilib qolishi mumkin. Shuning uchun Xudo xolasa chiroyli bir qator ko'rsatib boramiz. Arabi dehqonlarga nima maslahat berasiz endi mana shu urug'larimiz haqida? Tavsiya qilamiz, qo'rqmay o'zimizni urug'larni ham eksa bo'laveradi. Bo'laveradi. Zo'r, rahmat. Endi Arabi mana misol uchun hozir bir eksoti, ussoti atrofida bo'lsa kerak. Ussoti 1,5 mingta ekkansiz, ichi qalin ekib qo'ygan ekansiz. Qalin ekib qo'ygan ekansiz orasini. Agar o'sha 1,5 mingta o'rniga 1200-1300 ta ekkaningizda ham ash hosilda olaveradingiz. Bu shunaqa nafta, misol uchun havo aylanishligi yana ham yaxshi ta'minlab berolmagansiz. Agar orasini yana ham kengroq qilib ko'chat sonini kamroq 200 ta kam ekkaningizda hosilni bundan ham ortiq uzardingiz. Operator o'sha yerdan bitta xolagan bitta tubdan bir dona uzib turib ko'rsating, o'sha hajmini qanchaligini, misol uchun santimetrini. Juda ham bozorgir ekan. Chiroyli mana ko'rinib turibdi. Hurmatli dehqonlar, bu o'sha misol uchun katta bo'lib cho'zilib uzun bo'lib ketmaydi. Katta o'sha massaga kelib qolganda 12 santimetrgacha cho'zilishi mumkin. Lekin hozirgi holati hozir pishgan, yetilgan
eng kattasini uzib ko'raman. Araboy rozi bo'lasiz, bir dona endi Bemalol, bemalol. dehqonlarimizga, muxlislar, tomoshabinlarimizga bir ko'rsatamiz-da. Mana hurmatli dehqonlar, mana shu holatdagi. Hozirgi uzyap turgan holati mana shunday holatdagi. Boringki bir 10 santimetrlar yoki 9-10 santimetrlar chiqadi. Bu o'sha Corona F1 namimiz. Agar shu Corona F1 nami sizlarda qiziqtirsa, o'sha ekranga nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor va o'sha Voha tomon yo bo'lmasa o'sha Andijon, Namangan tomonlar, shu agroteka do'konlari bo'lsa, hamkorlik ham qilaveramiz. Ya'ni o'sha ko'p olganlarga o'sha arzon narxlarda kelishtirib yetkazib beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Bizda shunaqa urug'larimizni hammasini sinab, bir qator o'sha dehqonlarga ko'rsatib turib, o'sha dehqonlarda sinab turib, o'zimizda sinab turib, amalda keyin sotuvga chiqaramiz. Hurmatli dehqonlar, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar. Rahmat sizga ham, Orabbi. Sog' bo'ling. Dehqonchilarga Alloh barakasini bersin. Sog' bo'lasizlar.